Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda yana bitta kanalimizda sog'lig'ini hozir hal qilib beramiz yoninglarda. Shunga qarab sizlar ham sog'lig'ini hal qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, kanalimda juda ko'p jalba tushib tashyapti, to'g'risini aytganda, ko'p jalba yeyapman, shuning uchun video qo'ya olmayapman. Chunki bitta jalba yegandan keyin yana video qo'yish, ikkinchi, uchinchi jalbalarni olib keladi-da. Shuning uchun YouTube kanaliga ko'p video qo'ya olmayapman. Yordam kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bugun juma ekan, shanba yakshanba ishlamayman do'stlar. Shanba yakshanba Telegramga yozib qo'ysanglar, dushanbadan boshlab ishlarni hal qilib beraman. Shunaqa. Bugun hal qilib bera olmayman, aytib qo'yay. Chunki kecham bu qoldi. O'sha turda kanalni hal qilaman, shu bilan bo'ldi. Shuning uchun Telegram kanaliga ulanib qo'yinglar do'stlar. YouTube'ga ko'p video qo'ya olmasligim mumkin. Sababi YouTube kanalim ko'p ban yeyapti, boshqa kanallarga video chiqaryapman. O'zim ham shanba-yakshanba kontent qilganim uchun uncha vaqtim bo'lmayapti. Yordam kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqinglar, dushanbadan jumagacha do'stlar. Xo'p, ushbu kanalda hozir men yoninglarda hal qilib beraman. Добавить налоговую informatsiyani bosamiz va ma'lumotlarni to'ldirish bosiladi do'stlar. Va maytdan parolni kiritamiz va dalay knopkasi bosiladi. Xo'p, yordam kerak bo'lsa aytib o'tganimdek Telegramdan aloqaga chiqib soliq, poliq, viza, pizza bo'yini hal qilib beramiz. Xo'p, bu yoqdan soliqda birinchisi da bosiladi, undan keyin net bosiladi va qolgan ma'lumotlar to'ldiriladi. O'zim sizlarga ko'rsatib beraman. Negadir YouTube kanalim ko'p jalbayapti, bilmayman nimaga. Men o'ylashim bo'yicha endi ayrim kanallar ham bor menda, shuni hisobiga ko'p jalba yeb qo'yapti kanalim. Mumkin bo'lmagan video ko'p chiqarib yuboraman, to'g'risini aytganda. Endi chiqarmasa ham bo'lmaydi, chunki darslik bu, darslik holatda chiqaryapmiz, lekin YouTube'dagi ma'lumotlarni o'zgarish hisobiga eski qo'yilgan videolar bo'ladi-yu, o'shalar xullas YouTube qo'ydasiga to'g'ri kelmay qolyapti do'stlar. Shuning uchun shunaqa. Xo'p, mana ushbu kanalimizda hozir Termiz qaysinga kiradi endi? Bitta Termiz bo'lsa kerak o'zi. Yo'q ekan. Xorazmga kirsa kerak menimcha. Xo'p, dalayni bosamiz. Bu kanalimiz hozir birinchi navbatda solig'ini hal qilib beramiz. Keyin solig'ini hal qilgandan keyin do'stlar pulini ham yechib beramiz. Shu pul ham ishlaganlar. Bir Yevropeisk kanal ekan. Bu kanalni o'zimizdan sotib olgandilar. Bir 2 yilmi, 3 yil oldin sotib olgan ekanlar bizdan. Shu kanalda sizlarga batafsil mana hozir soliqlarni hal qilib beraman. Bizda O'zbekistonda yaxshi tarafi YouTube'da o'zi soliq olmaydi. Masalan, davlat soliq olishi mumkin. Davlat ham soliq olmaydigan qilsa bo'ladi. Endi davlat soliq YouTube lekin absolyut soliq olmaydi O'zbekistonda. Shu tarafi yaxshi, chunki o'tgan asrda qilingan shartnoma bor. O'sha shartnomaga ko'ra soliq olmaydi. Yaxshi ham o'sha shartnoma qilingan ekan. Bo'lmasa hozir deyarli nima desa bo'ladi. Foyda olmasdik-da. Xo'p. Deyarli ma'lumotlar tayyor, hozir bittada tap hal bo'lishi kerak yoki hal bo'lmaydi, yoki hal bo'ladi, yoki pasport so'raydi, yoki propiska so'raydi. Menga shu hal bo'lgan variant ko'proq yoqadi. Mana bittada hal bo'ldi. Shuning uchun ko'pchilikda hal bo'lmaydi. Mana narsani xato qilganliklar uchun hal bo'lmay qoladi mana. Soliqlarni ham hal qilib beraveramiz do'stlar. Telegramdan aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling.